Ixlos maktabini tanlashimga qanday asos va faktorlar ko'rsata olasizki, biz uchun ajralib turadigan sabab bo'la oladi bu yerda o'qishga? Birinchi bo'lib, Ixlos maktabini qadriyati va muhiti ustuvorligini aytishim kerak. Ko'p maktablar bilim beradi, ko'p maktablar sertifikatga, IELTSga, universitetga tayyorlaydi, lekin Ixlos maktabida jamoa, oila, milliy qadriyatlarga asoslangan muhit. Oila jamiyat bo'lagi deb qaraydigan bo'lsak, ko'p oilalar bu dodasiz katta bo'lishyapti. Mustaqil bo'lib katta bo'lishyapti. Ota-onada bitta va ikkita farzand va ular kech-kecha ishlashadi. Farzandlari maktabda, bog'chada, ko'chada, agar maktab davlat maktabida vaqti qoladigan bo'lsa, umuman aytganda chiroyli bir tarbiya muhitida emas. Shu narsani Ixlos maktabini tamal toshi deb olganim qadriyatlarga asoslangan va muhitni shakllantirib beradigan. 5-sinfda bo'lsa ham bilimi bilan manfaat bera oladigan, bepulga matematikadan dars o'ta oladigan o'quvchi bo'ladi. Bepulga ingliz tilini o'rgata oladigan o'quvchi bo'ladi. U yoshlik davridanoq jamiyatga foyda keltirish maqsadida ulg'ayadi degan missiya asosida tashkil qilingan Ixlos maktabi.